Daraga, idem. Sveta, meni ham kechiringni, yashashim kerak-ku. Annayxon, bu kulbayi vayrona kaminaga kamtarindiki. 30 yildan beri bir o'zim yashayman. Yo'q, o'g'lingiz bor-ku, Instagramda ko'rgandim. Ne переживай. Pichni parod qilamiz. Rossiyaga ketgan. Annayxon, 30 yildan beri uyimizda chirog'i yonmagandi, bugun yonar ekanda. Ha, yonmayo. Shu payt puli tugab qolganini qara, o'chganini qara. Annayxon, so'raganda aybi yo'q. Nechinchi yilsiz o'zi? 2004. O'shashlikni qarang. Meniki ham oxiri 4. Boshqacha. 19. 1974. Faqat aka, temnotni boyush. Agar svet bo'lganda achchiq osh pishirib berardim. Aynan, achchiq osh degan so'zingizga bormanda, hozir his qilamiz. Alo, Vobo Patrisian o'g'lim. Qandaysan? Bir oydan beri allaysan, pul tashiyman deb. Mana Svetam o'shda jekdan kelib o'tiribdi. To'lang deb. Meni ham to'lagim keladi, o'g'lim. Puli yo'q, pul. Dada 3gacha sanang. O'g'lim, Rossiyada turib qanday svet yoqding? Empay orqali to'ladim. Empay orqali faqat pul o'tkazmalari edi-ku, bacham. To'g'ri dada, Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari eng qulay kurslar Empayda. Lekin undan tashqari kommunal to'lovni ham to'lasangiz bo'ladi. Hozir svetga tashlagan pullarim chorshanbagacha yetadi. Payshanba kuni yana to'layman. Menga qara o'g'lim, menga payshanba kuni svet kerak emas. Qishloqda bo'laman.